Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, ko'pchilik biladi, ayniqsa bizani YouTube kanalini kuzatib yurgan ko'plarimiz, opa-singillarimiz, men juda ko'plab videoroliklar chiqarganman Tashqi ishlar vazirligiga, ya'ni migratsiya bo'yicha. Ya'ni aytganku men Rossiyada tuhmat bilan, pastava bilan qamalgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni olib chiqib ketinglar. Dokument masalasi bo'yicha yotganlar bu, o'sha pasportini yo'qotgan, registratsiya, umuman всякий mелочь, oddiy kichkinagina bahona dokument masalasi bo'yicha ham oddiy bir arzimagan bir dokument uchun ham anchadan beri yotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bu. Va nihoyat yaqinda shunaqa bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Men sizlarga qisqacha o'qib beraman va o'sha ayolning rasmini mana yonboshga qo'yaman, o'zlaring kirib ko'rishlaring mumkin. Ya'ni video davomida ko'rishlaring mumkin. Xulosa eshitamiz do'stlar. Rossiyada jazo o'tayotgan o'zbekistonliklarning 60%, tasavvur qilinglar, 60% giyohvandlik bilan bog'liq jinoyat uchun qamalgan. TIV Tashqi ishlar vazirligi, yana qaytaraman, TIV Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti boshqarma boshlig'i Munira Nizomovaning ma'lumoticha, yana qaytaraman, Munira Nizomovaning ma'lumoticha, Rossiya qamoqxonalarida qolayotgan o'zbekistonliklarning 60% giyohvand moddalar savdosi va olib o'tish bilan bog'liq jinoyatchilar ekan. 12% jinsiy zo'ravonlik ekan. 7% qotillik ekan. Taxminan deyapti 5% deyapti sog'liqqa og'ir zarar yetkazish bo'yicha qamalgan ekan. 4% o'g'irlik, 3% esa firibgarlik uchun qamalgan ekan. Shuningdek deyapti, u Rossiya aeroportlarida, mana shu joyiga ahamiyat beringlar. Shuningdek, u Rossiya aeroportlarida o'zbekistonlik yo'lovchilarning 6 dan 8 soatgacha, ba'zan 10 dan 12 soatgacha tekshiruvlarda ushlab turilishiga ham to'xtalib o'tgan. Ya'ni ko'p holatlarda bizning aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz O'zbekistondan Rossiya hududiga kirgandan keyin ba'zida emas, ko'p holatlarda bo'lyapti. 10 soatlab, 12 soatlab aeroport ichida ushlab turilibdi. Sababini qaranglar, nima deyapti? Nizomovaga ko'ra, ya'ni Munira opani fikricha, bu holatlar deyapti fuqarolarning qonun qoidalariga rioya qilmasligi va xorijdagi xatti-harakatlari bilan bog'liq ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qanaqa kulgili. Jinnilik ham ebi bilanda Munira opa. TIV fuqarolarni qonunlariga amal qilishga va boshqa davlatlarning urf-odatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishiga chaqirdi. Ya'ni opamiz so'rabdilar, o'sha chet elga borgan fuqarolar o'sha davlat, qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar o'sha davlat qonun qoidalariga, urf-odatlarini hurmat qilishlikka chaqiribdi. Menga afsus, men juda ko'plab takrorlaganman va hozir ham takrorlayman. Ya'ni baraka topinglar. Pensiya yoshiga yetdilaringmi? Pensiya olishni boshlayapsizlarmi? Bir yosh avlodga bo'shatib beringlar. Odam bilasizlarmi, 50 dan o'tgandan keyin yosh bola bo'lib qoladi. Miya naborotiga ishlaydi. Hozir bu opada ham xuddi shunaqa holatda. Men javob berib aytaman. Meni o'zim necha yildan beri Rossiyada yuribman. Men javob berib aytaman bu gapimga. Munira opani bergan ma'lumoti 80% noto'g'ri. 80% noto'g'ri. Qaydan bu ma'lumotni olib gapirganman bilmadim. Meni fikrlashimcha bu inson rusiy zabon, ya'ni Rossiyaga yon bosadigan inson bu. Opaginam, siz bilmayman qayringizga qarab follow qilyapsiz, menga noma'lum, yo kim sizga bu ma'lumotni aytgan, u ham menga noma'lum. Yo siz bilib turib atayin noto'g'ri informatsiya beryapsiz, shu xalq yoki bo'lmasam Rossiyaga yurgan migrantlar sizlarni no'noqliklaringni yanada tushunmasligi uchun, yanada ko'proq tushunmasligi uchun. Ito biz bilamiz, sizlar qanaqa harakat qilib yurishlaring, Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekistondagi migratsiya agentligi, sizlarning bilimlaring-u, qilayotgan ishlaring-u
Rossiyadagi o'zbeklarni haq huquqini qanaqa qilib talab qilishlaring u почти nolga tengligini bilamiz. Sizlar bunaqa qilib o'zlaringiz chiqib oqlashlaring shart emas. Rossiyada yurganlar nima sizlarga qo'ymi yo molmi? Nima ish bo'ladigan xabari yo'qmi? Qanchadan qancha odamlarni tuhmat qilib qolmayapti. Pastava qilib qolmayapti u yoqqa jo'natish uchun. Nima shularni chiqib gapirmagansiz? Munira opa? Bu bir oyog'ingiz u yoqda, bir oyog'ingiz bu yoqda bo'lib qopti. Pensiyaga chiqib ana bu cholingizni xizmatini qilsangiz bo'lmaydimi? Chiqib olib turib, umuman aqlga sig'maydigan ma'lumotni berganingizcha. Rossiyada yurgan aka-ukalar, opa-singillar, men noto'g'ri gapiradigan bo'lsam yoki bo'lmasa mana shu ayolning bergan informatsiyasi qanchalar to'g'ri? Kommentariyaga yozib ketinglar va maksimalniy podelitsiya qilib qo'yinglar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hurmatli Munira opa, Olim Sulaymonov ham ancha videoroliklar qilgan, davlat tarafdan kelib turib, qanaqayin mashinniklarni qo'liga tushib, davlatda ishlaydigan xodimlar qanaqayin qilib o'sha davlat tarafdan kelgan yurtdoshlarni kidirib ketganligi haqida ancha-muncha video chiqargan. Siz chiqib turib guji qilmang opaginam. Bundan ko'ra pensiyaga chiqingdan keyin cholingizni xizmatini qiling. Bo'shatib bering yosh avlodga. Kursiga yopishib olmasdan.